Nima qilasan soxtalik qilib? Nima qilasan o'zligingdan uyalib? Do'konga kirsam bitta bola o'zbekcha gapirib, o'zbekcha salom berib, kirib, oxirida pul to'layotganda ruscha gapirsam maylimi deb ruscha gapiryapti. Bu nima bu? O'zbekcha gapir yoki kirishingdan boshlab ruscha gapir. Rus tilini yoki ruscha gapiradiganlarni ma'lumot qilmoqchi emasman, lekin o'zligidan uyaladiganlarni ma'lumot qilmoqchiman. Nimaga o'zligingdan uyalasan? Haligi bola to'chni o'zbek, haqiqiy o'zbek. Haligi aksentida muammo yo'q. Lekin o'zbekcha gapirib, ruscha gapiryapti oxirida. Nima kam joyi bor o'zbek tilini? Nima kam joyi bor? Ma'nodor so'zlar tomonidanmi yo so'z boyligi tomondanmi? Qaysi tomondan rus tilidan kam joyi bor? Nimaga uyalasan? Ba'zi bir shunaqa insonlar haligi ruscha gapirsam meni haligi boshqacha inson deb ko'rishadi, haligi qanaqadir legendarniy, bir oliy tabaqa ko'rishadi deb o'ylaydi shekilli. Ba'zi bir insonlar. O'zligingdan uyalma. Yarim ruscha, yarim o'zbekcha qilib gapirsan ham seni uyingga ruslar 4 ta non ko'tarib bormaydi. Hattoki rus tilida ilmiy izlanish qilib, rus tilini ochilmagan qirralarni ochsan ham sen baribir ular uchun o'zbeksan. Faxrlan o'zbekliging uchun. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Yo, noto'g'ri gapiryapmanmi? Fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar.